Salomatlik yaxshimi? Xudoga shukr. Amallab yuribmiz. O'tiribsan tog'arangni yoyib. Qanaqa tog'ara rais bova? Axir bu biznes-ku. Voy, shu ham biznesmi? Gavdangni qara. Tog'ni ursang tolqon qilib yuborasan. Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Boshqa ish yo'q rais bova. Qayerga borsam pul so'rayapti mendan. Bahona qilma. Ana bog'chaga bor hech bo'lmasa qorovullik qil. Rais bova, bog'chada 500 ming so'm oylik beradi. Men 500 ming so'mlik oylik olish uchun bog'chaga $1000 berib ishga kirishim kerak. Keyin men o'sha $1000 chiqarish uchun 2 yil ishlashim kerak pulini chiqarish uchun. Endi pulimni chiqardim deganda meni o'rnimga boshqa odamni olib, meni ishdan bo'shatib beradi. Mana bu pulni evaziga. Sen shunaqa deb o'ylaysan xolos. Bozorga chiqib arava tortsang ham bo'ladi-ku. Arava? Arava tortish meni hurmatimga to'g'ri kelmaydi. Men qarang, o'zi sizni men bilan nima ishingiz bor? Meni erkin fuqarolik huquqimga raxlat sola olmaysiz. Meni o'zim xohlagan ishim bilan band bo'lishim kerak. Men qarang, yoki siz ham, do'lat ko'ryapsizmi deyman. Bore, seni odam deb o'zimga yaqin olib gapirgandim.